Haramda remont ketyapti, senyoritalar. Birinchi, ikkinchi etajga polni remont ketyapti. Bilyapsizlarmi? Hamma joy remont chiqarilgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi etaj hamma joyga remont. Darvozalarga ham remont ketyapti. 24 soat ish qaynagan. Oldin sizlarga haramni ko'rsatdi, kelganimdan beri bir ham ko'rsatmadim. Senyoritalarim, hammalaringizni duolaringizni aytdim. Allohdan nima so'rayotgan bo'lsalar o'ziga ayon, yaxshisini va xayrlisini bersin. Juda ko'p SMS kelgan. Har bittalaringizni nomma-nom bilmasam-da, lekin barchalaringizni duolaringizni yetkazdim. Alloh o'zi bilguvchi, o'zi esa berguvchi. Guruhimiz sayohatga ketishgan bir kunlik turimiz ichida